Yunusobod megaplanetda yonginasidan to'rxona 125 kvadratli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Uy bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Metroga ham bir qadam do'stlar. Asosiy kirosh qismimiz qavatimiz birinchi qavatda joylashgan. Bu yoqda esa mana domofonlarimiz bor. Bu yoqda esa kladovkamiz, va stroyni shkoflarimiz bor. Uyimiz remonti ham juda ham sifatli qilingan. Kelinglar. Birinchi bo'lib sizlarga mehmonxonani ko'rsatmoqchiman. Kattagina mehmonxonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa 10 talik stol stullari, yumshoq mebellari, uyimizda remontlari, attachinto bo'yog'i ishlatilgan. Bu yoqda esa kattagina televizorlarimiz va qandillarimiz ham neobichniylari bu xonadonimizga joylashtirilgan. Bu yoqda esa kattalar spalnini ham, patologlarimiz ham qaranglar, juda ham baland. Qandillarimiz, spalni qismimiz, bu yoqda o'zini televizorlari, remontlarimizni aytib o'tdik. Juda ham sifatli do'stlar qilingan. Bu yoqda esa o'zini umumiy bo'lgan o'zini alohida bo'lgan yuvinish xonasi mavjud. Xo'p, yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni chap tarafimizda ko'rishingiz mumkin bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bolalar yotoqxonasida ikkita karavotimiz o'rnatilgan va bo'yoqlarimiz eng sifatlilari, bu yoqda televizorimiz, shkoflarimiz bor. Bu esa bizni mana shu xonadonimizni umumiy bo'lgan yuvinish xonasi ko'rishingiz mumkin. Barcha qulayliklarga ega do'stlar. Kvadrati ham 125 kvadrat. Birinchi etajlardan bilasizlar, uylar chiqishi juda ham qiyin. Yosh kattalar bor bo'lsa, aynan mana shu xonadonimiz aynan sizlar uchun. Bu yoqda zal o'rnida foydalanasiz yana yoki bu yoqda ham spalni qilib foydalansangiz bo'ladi. Endi oshxonaga kiramiz. Kelinglar. Oshxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Barcha texnikalarimiz, Hoffman texnikalari ishlatilgan. Patologgacha qilib oshxona mebellarimiz jihozlangan. Bu yoqda choy ichib o'tirishingiz uchun 4 talik stol stul qilingan. Do'stlar, uyimizda narxi keladigan bo'lsak, 210 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana joyida, xudo xolasa, chiroyli narxda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.